Mana shu bachchada ana shu. Menga qara, sen nimaga mana ukamga hamma narsani qimmat-qimmat sotib o'rgansan? Na qimmat sotasiz? Akajon, sizni hozir birinchi marta ko'ryapman. Qani birinchi mana kurtgan sherdan olgan mumkin. Mana ustamni ham sherdan olgan mumkin. Nimaga siz birinchi ko'ryapman dedi. Qimmat sotdingiz. Men uyga deb go'sht olishga pulni hammasi ishlatib qo'ydim men. Nimaga hamma xalqqa? Uradi, meni uradi hozir bu. Uradi. Ha, sizga. Uradi deb qarang, ura. Bular, chechalar Imperiyaning Aygin filialiga kelganmiz. Bu yerda finalniy aksiya bo'lyapti. Hozir ichkariga kirib hammasini ko'rsataman. Ketdik. Imperiyada ko'rib turgan barcha oyoq kiyimlaringiz 99 mingdan. 350 ming, 300 ming, 250 ming olgan kurtkalaringiz hammasi 100 mingdan. Undan tashqari to'yga deysizmi, bayramga deysizmi, bazmga deysizmi, ko'rgan pidjaklaringiz ham 100 mingdan. Imperiyada yana bitta narsasiga juda ham qoyil qoldim. O'zining narxidan ham arzon narxlarda sotyapti. Ko'rib turgan shalvar shimlaringiz hammasi 79 mingdan. Videoni ko'rganda finalniy aksiya nima deb tushunmaganlarga tushuntiraman. Mana shu ko'rib turgan xuddiylaringiz, mana shu ko'rib turgan rubashkalaringiz hammasi 79 mingdan. Bu yerda 1000 xildan ortiq assortiment bor. Mana narxni ko'rib gapirishga odam hayron bo'lib qoldi. Mana shu ko'rib turgan sviterlaringiz 59 ming bor jo'g'i. Bundan tashqari mana shu ko'rib turgan doykalaringiz 100 mingdan. Har xil assortiment bor. Keyin baribir oramizda zalga boraman dedi, ko'chak bo'laman deganlarcha akalar, bo'lalar, mana qaramizlar. 79 mingdan. Har xil assortiment bor. Kengizlar. Imperiyaning premium xonasiga kelganmiz. Bu yerda shimlar, oyoq kiyimlar, sviterlar, doykalar hammasi kelishtirgan narxlarda eng yaxshisi vaqt chegaralangan. Bo'lalar, chechalar hammasi Imperiyaning Aygin filialida kutamiz.